Hop. Assalomu alaykum Namangan uychi. Uychiliklar bormi? Xo'ja Kalsoy Optim Akfa eshik romlar do'konidan. YouTube kanalimizni yangi ochdik. 1-mart. Ko'rib turgan eshigimiz jigarrang. Tagi alyumin alkafon holatda. Bilasizlar, bu juda pishiq material. Alkafon fasad materiali bo'ladi. Narxi 1.400.000 so'm. Original akalar. 1.20 ga 2.40 bo'yi. 1.20 ga 2.30. 1 metrga 2 metrdan boshlab 1.20 ga 2.40 gacha narx o'zgarmaydi akalar. Bir xil bo'ladi bu yerda. Xo'p, bu yerda mana orada turibdi. 1.10 ga 2.40 misol uchun bu yerda bunda saydin, bunda alkafon. Bunga qo'pol qilsak ko'taraveradi, bunga tegib bo'lmaydi akalar. Sababi u saydin. Xudo xolasa videoda nomerimizni qoldiramiz. Qanaqa razmer kerak, necha razmerda, rangi, ochilishi aytsanglar, unga qarab biz bor yo'g'ini aytamiz. Yuklarimiz ancha yengillab qo'ygan, xudo xolasa 1-2 kunda keladi. Tagi alyumin alkafon holatdagi eshik keladi. Hop, tushuntirmasak bo'lmaydi. Bu tagi saydin 550.000 so'm, 600.000 so'm alkafon. Nimaga deganda sababi buni ursak nima bo'lyapti? Sinayapti. Majbur bo'lyapmiz tushuntirishga. U yoqda uncha ekana, bunchaga. Akalar, bu nima deyapti bu? Bunga hech narsa bo'lmaydi akalar. Mana olib qatalasak ham bo'lmaydi-da. Sababi alkafon. Xo'p, kelaverasizlar. Razmerlarni topib beramiz. Hozir Ramazon oyi bilan aksiya, chegirma hammasini qilib chiroyli narxlarda o'xshatib beramiz. Videoda bo'lgan kamchiliklar, xatoliklar, tutilib qolishlar, noto'g'ri gapirishlarga uzr. Ishlar ochilyapti bo'lmasizlar. Qo'limizdan kelgancha obzor qilib chiqazdik akalar.